Aziz do'stlar, qarang buni. Manzarani qarang, manzarani. Qanchalik chiroyli. Shunaqangi chiroyli, mana tog'zorlarda ichidagi qizg'aldoqlar eng qisqa umr ko'ruvchi o'simlik bo'lsa-da, lekin shu qisqa umri davomida ham odamlarga qancha bahri dilini ochib, yayratib, qarang mana bu narsalarni. Bu o'tlarning nomini bilmayman, lekin juda ham chiroyli. Katta bargli ekan. Jidalar. Mana daraxtlar qarang, tog'. Xullas, juda ham chiroyli joyda. Qizg'aldoq to'g'risida bekorga qo'shiqlar aytilmagan ekan-da. Xullas kelishingiz kerak. Mana shu To'sinsoy suv ombori tomonlarga oti nima? Mana shu Baltaman qishloqlariga kelishingiz kerak, tomosha qilishingiz kerak, ko'rishingiz kerak. O'z ko'zlaringiz bilan ko'rsangiz bilasiz. Mana shu Qo'rli soyga boqon tomonlarga kelishingiz kerak. Ana shunda tushunib yetasiz bu manzarani qanchalik go'zalligini shunda tushunib yetasiz. Xullas, sog' bo'lasizlar. Ko'rishgandan ko'rishguncha.